Demek dostlar, yine beyramimizden kulminasyon bizleri alkışlap duruyor hali. 63-sın. Hadi kim ekanini bilamiz? 63. Ул да bulsa Lidiya Kuzmina kishi narsa. Lidiya Kuzmina. Lidiya apa, mında mikan, birida mikan. Ham bizni bular bilan shunday zo'r istalik bilan ishlangan ro'yxatda bizning bo'lak sertifikat Shifoli suv Ijminvodi sanatoriyasina putyovka kvitansiyasi bilan uning kvitansiyasi 6 oyga yozilgan 63 kvitansiya. Mana telefonini sholtiratamiz hozir bizning. Hayda. Demek de Lidiya apa o'zi birida ko'rinmay. Demek şokra telefon. Lidiya trubkasini olmaydi. Agar hazır olmasa birazdan so'ngroq ilmtaga kirib boramiz yamadan. Belki yuzi sholtiratir. İlyana уже Bilmay yuriyol, bilmay yuray. O'zining shunday kuchli, bunday yaxshi bo'lgan o'tirgan do'stlari, tuğanları, tanışları ko'pdan sholtiratib suyundiradi, shunga ko'ra. Yo'q, bu Lidiyaga aytdi, Abzada sir sovib berib turgandir. Ansa bo'lgan mumkin. Ey, xayr, motor orasida yurib turgandir, eshikni bit mal xarid turgan vaqtda ayman. Yo'q, olmay. So'ngroq yangadan sholtiratirmiz biz. Hozir bir telefon sizga Balandishdan To'garak o'yindan sholtiratalar. Mening ismim Oygul, ham mening yanimda Tirashi gazetasi Tirashi inform gazetasining bosh muharriri Lenar Yusupovich bosib turadi. Ham biz 17 lotereya, siz sizning kvitansiya birinchi o'ringa loyiq bo'ldi. Lidiya Kuzmina. Siz uning kimi bo'lasiz? Siz unig'imini, Lidiya xonim o'zi qayda? Eydagi shiqib tutashtiringlar bilan söylashik. Hazır kirib jetdilar. Kirib jetdilar, siz aytdingizmi endi? Aytganim. Yo'qmi beraman. Biraz nihayet olmaz paka. Lidiya apa esenlermisiz? Esenmisiz? Siz bizning jinguvchi. Ura! Mana bütün xalq To'garak o'yindagi 3000 dan ortiq xalq sizni tinglay, ham sizni chin ko'ngildan qutlay, olqishli g'alashamagan. Bek zo'r rahmat o'zingizga. Tirashi inform gazetasining har vaqt o'qig'iz, bizni bilan birga bo'ling'iz, qortaymagiz. Sizga necha yosh Lidiya apa? Men uning qizig'ini men yozganim bor, ani ismini. Men telefonim shunda yozgan edi. Shunaymini. Kimga yozdirganingiz? Aniga deb yozgan. Anining ismi nechikson? Anining ismi Lidiya. Durust ekan, aldamayman bunda. Lidiya, Lidiya apa esa durust ekan. Yarar, Lidiya apaga necha yersan? Aniga 78 yosh. 78 gazetlar o'qiyra xatlarni baymi? Endi ko'ngilsiz bo'lmasin deb o'zingizga ko'ngilsiz bo'lmasin. Lidiya apa demak bizning Ijminvodi shifoxonasini sanatoriyga putyovka o'tdi. Putyovkaga Lidiya apaning o'zini sevara ko'rag'izing qariymi? Allah, qadriyatım bir rahmet. Uyunduk şunlar. Qutlaymiz sizni, urra! Rahmet. Esan sog' bo'ling'iz, sog' bo'ling'iz. Sizning bilan so'ngroq ilmtaga chiqarmiz. Sog' bo'ling'iz. Rahmet.